Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar, hurmatli qarindoshlar, hemşeriler. Allah subhanahu va taala hammanglarni dunyoning har qaysi joylarida xotirjam salomat qilsin. Allah subhanahu va taala sabah vaqtida qilgan Qur'on tilovati, duo tilaklarimizni Allah o'zi qabul qilsin. Allah subhanahu va taala har birimizni maqsad, g'oyalarimizga, orzularimizga yetkazsin. Bugungi darsimiz ruhiy tushkunlik va g'am, qayg'u, tashvish, qiyinchiliklarni yo'q qilish iloji ilgirkilarninki ishlaridan o'rnak elish. Bizning ulgulik, ya'ni payg'ambarlar, sahobalar, Allohning yaqin kishilari va ulardan keyingi kishilarninki hayotiga nazar soladigan bo'lsak, ular nurg'un qiyinchilik, jafo, mushaqqat, tushkunliklarga uchragan bo'lsa-mu, bularda Allohga bo'lgan iymon, komil ishonch bo'lganlikdan Alloh subhanahu va taolo ularning qiyinchiliklarini oson qilib bergan. Buning misollaridan payg'ambarlardan Nuh alayhisolamning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Nuh alayhisalom zaminda tunji qitim Alloh tarafdan avatilgan rasul, ya'ni elchi. Nuh alayhisalom payg'ambar qilib avatilishdan ilgari insonlar aslida tavhid aqidasida zaminda yoki yer sharida yashayotgan insonlarning hammasi faqat bir Allohga ishonadigan, Allohga ibodat qiladigan taqvodor mu'minlarning edi. Ya'ni Nuh alayhisalomning qavmidagi nayati solih, taqvodor bir qism kishilar dunyodan ketgandan keyin kishilar ulardan ayrilganligiga bearam bo'lishdi. Shu vaqtda shayton badbaxt insonlarni, ya'ni tavhid aqidasidan shirk aqidaga ilib boradigan bir yo'l izlab, ularning qishiga berib, palani qanaroq odamti, bu odamlar o'lib ketdi deganda kishilar bak yaxshi odamti. Ular Allohga taqvodorlik qildi, kech-kunduz Allohga ibodat qildi deganda shayton badbaxt, sizlar ularni yaxshi ko'ramizlar, sig'indinglarmi? degan vaqtida voy biz ularni bak yaxshi ko'ramiz, bak sig'indiq deganda, unda bo'lsa bularning bir haykallarini yasab chiqib, attigina aqshimimda qarab qo'ysanglar, sizlarga bir ruhiy, ma'naviy kuch bo'ladi, ularga bo'lgan sig'inishinglar fasiydi deb bir qanchilgan shaxslarningki haykallarini yasatqizgan. Birinchi avlod shu tariqada o'tgan. Ikkinchi avlod kelgan vaqtida bular biroz taraqqiy qilib, bularni har attigina aqshimi tozalab, xushbo'y narsalarni sutib bu haykallarga buni ta'zim qilish, hurmat qilish darajasiga yetgan. Ikkinchi avloddan keyin uchinchi avlod kelganda ota bobomiz cho'qinib kelgan iloh shukan deb bu yaxshi kishilarningki haykallarga cho'qinadigan, ya'ni Allohga sherik keltiradigan mushriklik maydonga kelgan. Alloh subhanahu va taolo bularni bu shirk aqidadan qutqizib, tavhid aqidasiga yetaklash uchun Nuh alayhisalomni ularga payg'ambar qilib avatgan. Nuh alayhisalom ularni 950 yil Allohning diniga da'vat qilgan. Ammo shu jarayonida bu kishilar shundoq gadankash, haqni qabul qilmaydigan darajaga yetganki, Nuh alayhisalom so'zligil tursa, barmoqlarining uchi bilan quliqini etib oladigan, yoki quliqiga paxta tiqib o'tib ketadigan, yoki kiyimlari bilan boshlarini yo'gab Nuh alayhisalomning so'ziga quloq solmaydigan, hatto yashanganlari o'lib ketadigan vaqtida yoshlariga vasiyat qilib, o'g'lim, bu yerda Nuh deydigan bir qirba, hargiz buning gapini anglab qolmagan, buningga agishib qolmagan deb shu vasiyat qilib shundoq olamdan o'tgan. Nuh alayhisalom oxir bo'lolmay Alloh subhanahu va taologa duo qilib, ey Alloh, bularni men kech-kunduz sening diningga da'vat qildim, ammo bular haddidan oshdi, haqni qabul qilmadi. Sen ato qilgan ne'matlar bularningki ko'zlarini ko'r qildi, haqni to'nimidi, bularga o'zing kifoya qilgin deb Allohga iltijo qildi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisalomga kimiya yasagan deb amr qildi. Nuh alayhisalom g'oyat zo'r bir kimiya yasaydigan ishga tutish qildi. Qavmi Nuh alayhisalomning kimiya yasayotganligini ko'rib, yana masxar qilishga boshladi. Bular har vaqt Nuh alayhisalomning qishiga kelsa, "Ey Nuh, sen necha yuz yillardan beri men payg'ambar Allohning diniga da'vat qilaman deb turding, endi yog'ochchi bo'lib qoldingmi? Qachondan tortib kimiya yasaydigan yog'ochchi bo'lding? Bu biz cho'l bayovonda yashaydigan tursak, sening yashagan kiyimingni kalaning quyruqiga chetib paydamsan. Qumliq tuqqanda kiyimi mangadi deb masxir qilib, hatto kiyimi bitgan taraflarga nijosatlarni tashlab, Nuh alayhisalomga aziyatlarni yetkazdi. Nuh alayhisalom buningga sabr qilib, kiyimini bitkazdi. Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisalomga o'ziga ergashgan mu'minlarni va shundaqla har bir jonliqdan bir juftni ilib kiyimiga chiqishga buyurdi. Nuh alayhisalom 950 yil da'vat qilgandan keyin
faqat 70 necha odam musulmon bo'lgan. Bular Nuh alayhissalom bilan kemaga chiqdi va har bir jonliqdan bir juftdan elib mangdi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo tufon balasini avatib Nuh alayhissalomning qavmining hammasini suvga g'arq qildi. Bularning qatorida Nuh alayhissalomning o'g'li Mubatdi. Nuh alayhissalomning o'g'limi dadasiga ergashmasdan kafir qavmi bilan birga bo'lib qoldi. Nuh alayhissalom kemada ketib o'tib o'g'lini ko'rib dediki: "Ya bunay yarkab ma'na va la takun ma'al kafirin." O'g'lim, sen kemaga chiqib biz bilan birga mang'in, kafirlar bilan birga bo'lib qolmag'in. Bugun Allohning azobi qattiq, bundan hech kim qutlanmaydi degan vaqtida o'g'li: "Ya, men tog'ning cho'qqisiga chiqib olsam, tog' cho'qqisiga suv chiqolmaydi, shu yerda qutulib qolaman" deb suvni uzib tog' tarafga mang'andi va hala alayhimul mawju fa kana minal mughraqin. Shu bir to'lqin keldi, to'lqin yutiblar suv g'arq qilib etdi. Nuh alayhissalomning o'g'limi kafirlar bilan birga suvga g'arq bo'ldi. Nuh alayhissalom bu ahvollarni ko'rgandan keyin otiliq mehri tutib Allohga duo qildi. Ey Alloh, sen mening ahlimni qutqizaman deb va'da berganlar. Inna abni min ahli. O'g'lim mening ahlimdan, mening oila tabobatlarimdan. Sizlar va'dalarga vafo qilinglar, o'g'limni qutqarsizlar degan vaqtida Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalomga tanbih berib, innahu laysa min ahlik, innahu amalun g'ayru solih. Ey Nuh, diqqat qilgin. Sen bilmagan narsani so'ramagin. Bu o'g'ling sening ahlingdan emas. Chunki bu yaxshi amallarni qilmadi, to'g'ri yo'lga ergashmadi. Bu oyatda nima chiqdi desa, inson o'zi har qancha to'g'ri yo'lda bo'lsa-mu, agar uning avlodlari shu to'g'ri yo'lda bo'lmasa, nasabning foyda bermaydiganligi. Qiyomat kuni Allohning huzurida insonning nasibi har qancha ulug' bo'lgan taqdirdami, uning avlodlari to'g'ri yo'lda bo'lmasa, Allohning buyrug'iga amal qilmasa, bu yuqori nasabninki insonga foydasi bo'lmaydiganligi. Shunga qiyomatda nasabdan so'ralmaydi, amaldan so'raladi. Peygamber Aleyhisselam'dan bir hadisi var. Yani bir adamninki ameli kechikib qolsa, yaxshi amallarni qilmasa, Allohning buyruğini o'rindamasa, cheklimisidan yanmasa, bu odamning har qancha esil nasab avlodidan bo'lgan taqdirdimi, nasibining foydasi bo'lmaydi. Shuning bilan Nuh alayhissalom o'zining xato qilganligini bilib, "Ey Robbim, meni kechirsizlar. Men bilmagan ishni qilib saptiman, meni afv qilsin" deb Allohga iltijo qildi. Ya'ni buningdan Nuh alayhissalom 950 yil Allohning diniga da'vat qildi. Jafo mushaqqatlarga chidadi, sabr qildi. Allohning rahmatidan, Allohning mu'minlarga yordam beradigan, Allohning nusratidan umidini uzmadi. Oxirda Nuh alayhissalom hamda qavmininki bu qadar gadankeşki da'vatni qabul qilmaydiganligini tonib ketganda Allohga yalvorib, Allohga duo qildi. Alloh Nuh alayhissalomning duosini ijobat qilib, uning qiyinchiliklarini hal qildi. Uningga qarshi chiqqan, uning da'vatini qabul qilmagan kafirlarning hammasini suvga g'arq qildi. Shuningdek Musa alayhissalom Bani Isroilni ilib Misrdan chiqdi. Ya'ni Fir'avnning zulmidan qochib Misrdan qochib chiqdi. Musa alayhissalom Allohga yaqin, Alloh bilan bevosita so'zlashgan payg'ambar. Musa alayhissalom Bani Isroilni ilib chiqqan vaqtida dengizning bo'yiga chiqib qoldi. Uning aqsidan Fir'avn butun askarlari bilan, qurolli qo'shin bilan keyindan qo'g'lab chiqdi. Allah Musa alayhissalomga dengizni urishga buyurdi. Musa alayhissalom dengizga hasini urgan vaqtida dengizdan 12 dani yo'l ochildi. Ya'ni Musa alayhissalomninki qabilasi Bani Isroil 12 oymoqqa bo'lingan-di. Shu dengizning ichida quruq, telib ketmaydigan, patqoq emas yo'ldan 12 yo'l ochildi. Bu yo'ldan Bani Isroil o'tib mangdi. Enadan keyin Fir'avn qo'shinlarini boshlab kirgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo dengizni bularning ustiga yipib suvga g'arq qilib etdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarlari, o'zining yaqin kishilariga har vaqt yordamda bo'ladi. Hatto Bani Isroillar ussizlikdan suv topolmay Musa alayhissalomga yalvardi. "Ey Musa, biz suvsiz qoldik, susab ketdik" deganda Allohning buyrug'i bilan Musa alayhissalom hasini tashqudi, toshdan 12 buloq etib chiqib Bani Isroilni ussizlikqa qandudi. Ya'ni Alloh har vaqt o'ziga taqvodor bo'lgan, o'ziga yaqin bo'lgan bandalariga yordam beradi.
Shuningdek, İbrahim alayhissalommi Allohning barasida o'tib tashlandi. Ya'ni o'z qavminingki butga cho'qinadigan nachar illatlarni tanqid qilib, ularning barliq butlarini chiqib tashlab, ular bilan munozir qildi. Ularga bu ushoq butlarni cho'ng butning chaqqanligini ko'rsatgan vaqtida bular dediki, "İbrahim, sen bilsan bu but so'zlayolmaydigan tursa, harakat qilolmaydigan tursa, qanday bo'lib cho'ng but kichik butlarni chiqib yetadi?" deganda İbrahim alayhissalom, "Sizlarning aqlinglar yo'qmi? Sizlarga foyda yetkazolmaydigan, ziyonmi yetkazolmaydigan, qo'lidan hech ish kelmaydigan, hatto beshiga chivin qo'nsa, chivinni qo'rayolmaydigan bundaq tosh haykallarga ibodat qilamsizlar?" degan vaqtida bular aqliy hujjatda İbrahim alayhissalomga taqobil turolmay, shuning bilan İbrahim alayhissalomni o'tib tashlashga buyurdi. Kafirlarning burundan tortib chiqqan siyosati dalil isbot hujjatda taqobil turolmagan vaqtida kuch ishlatish, turmuq solash, o'tirish kafirlarning tabiati. Ular İbrahim alayhissalomni o'tib tashladi, ammo Alloh subhanahu va taolo o'tqu amr qilib, "Kuni ya nari bardan va salaman ala İbrahim." O't sen İbrahimga tinch, rahat, bir salomat bo'lgin deb o't o'zining ko'ydirish xususiyatini yo'qotdi. Allohning buyrug'i bilan İbrahim alayhisalom xuddi go'zal bir bog'chada o'tgandek o'tlarning orasida o'tadi. Alloh İbrahim alayhisalomni bu qiyinchiliklardan qutqazdi. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni va sahobalarni nurg'un o'rinlarda qazgan, ularga yordam bergan. Buningdan payg'ambar alayhisalom hijratga chiqqan vaqtida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan g'orda 3 kun qoldi. Mushriklar g'orning og'ziga keldi, atrofni tekshirdi, hatto g'orning ichiga qarab boqdi, ammo payg'ambar alayhisalom bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni ko'rmadi. Alloh saqlab qoldi. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo Badr urushida Muhammad alayhisalomga g'alaba nusrat ato qildi. 300 necha sahabe mingdan ortiq qurolliq chiqqan mushriklar ustidan g'alaba qilib, Allohning izni bilan ulardan 70 ni o'tirib, 70 ni asir elib, tunji urushda g'alaba bilan qaytdi. Shuningdek Ahzab urushi, ya'ni Xandak urushida 4000 dan ortiq mushrik to'plashib, Madinadagi musulmonlarni tupiltizdan yo'q qilamiz deb kelgan vaqtida Allohning yordami bilan nijotlikka erishdi, g'alaba qildi. Hunayn urushida shunday bo'ldi. Endan boshqa nurg'un o'rinlarda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomga yordam qildi, payg'ambar alayhisalomni qiyinchiliklardan qutqazdi. Biz mu'minlarga har vaqt yordam beramiz degan Allohning va'dasi cho'qim amal etishidir. Biz Uyg'ur musulmonlari Allohningki buyruqlariga to'liq bo'ysunib, cheklamalardan yinib, Allohga yorg'idek shaklda o'zimizni isloh qilib, o'zimizningki ma'naviyatimiz va amaliyatimiz orqali haqiqiy mu'minlardan bo'lsak, Allohga yaqinlashadigan yaxshi amallarni qilsak, har vaqt Allohning rahmatiga erishimiz, Allohningki yordamiga erishimiz. Biz chet elda musofirchilik, g'ariblik, sarsonlik hayotda yashayotimiz. Muhojirat hayotida yashayotimiz. O'zimizni har vaqt Alloh yo'lida hijrat qilib chiqqanligimizni unutmasdan, har vaqt Alloh yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan amallar bilan mashg'ul bo'lsak, Alloh bizga cho'qim yordam beradi. Shuning uchun bizga bir musibat, g'am, qayg'u, xafalık yetib qolsa, men bu hayotda xafalıkdan qutlanmadim, men jafo mushaqqatda qoldim deb afsuslansak yoki ümidsizlansak, bu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bizga yetgan har qanday musibat, balo, qazo mangulik bo'lmaydi, vaqtlik yoki ma'lum bir ijtimoiy muhitning sababidan yoki siyosiy sababdan yoki bir ijtimoiy sababdan bo'ladi. Ma'lum muddatdan keyin bu g'am, qayg'u, qiyinchiliklar yo'q bo'ladi. Masalan, biz o'zimizga Alloh subhanahu va taolo ato qilgan ne'matlar bilan yetgan qayg'u, hasrat, qiyinchiliklarni silishtirib baksak, balkim biz %90%, 95% ne'mat ichida. Bizga yetgan g'am, qayg'u, xafalık mumkin 5% ya 10% atrofida bo'lishi mumkin. Bu Alloh ato qilgan ne'mat bilan yetgan g'am, qayg'ularni silishtirgan vaqtimizda bu bizga yetgan xafalıklar hech narsaga arzimaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Agar sizlar Allohning sizlarga ato qilgan ne'matlarini hisoblab baksanglar, buni
hargiz sanab bo'lolmaysizlar. Alloh subhanahu va taolo bizga har tarafdan nurg'un ne'matlarni ato qildi. Allohning bizga ato qilgan ne'matiga nisbatan bizga yetgan g'am, qayg'u, qiyinchilik, jafo, mushaqqat hech nima emas. Masalan, Alloh subhanahu va taolo bizni musulmon qilib yaratdi. Bizning musulmon bo'lganligimizning o'zimi eng katta ne'mat. Alloh subhanahu va taolo bizningki qo'llarimizni saq yaratdi. Ko'zimizni ko'radigan, quloqimizni anglaydigan, tilimizni so'zlaydigan, qo'limizni tutadigan, putimizni mangadigan, 7 a'zolarimizni saq-sog'lom yaratdi. Bumi Allohning ne'mati. Agar biz ko'rmaydigan odamni ko'rgan vaqtimizda ko'z ne'matining naqadar katta ekanligini bilamiz. Anglamaydigan odamni ko'rgan vaqtimizda anglash a'zosining intayin muhim ekanligini bilamiz. Puti yo'q yoki qo'li yo'q kishilarni ko'rgan vaqtida put qo'limizdan saq bo'lganlik ne'matning qadrini bilamiz. Shunga biz Allohning ne'matlarini bir o'ylab, bundan keyin o'zimizga yetgan balo musibatni nisbatlashtirib baxsak, bizga yetgan qiyinchilik har qanday zo'r, jafo, mushaqqat bo'lgan taqdirdami, Allohning bizga ato qilgan ne'matlariga nisbatan bu biz uchun hech narsa emas. Masalan, agar doktorxonalarga borib baxsak, nafas olishdan qiynalib, sun'iy nafaslanish bilan nafaslanayotgan, hayotini saqlab qilayotgan kishilarni ko'rgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taoloning bizlarga saf havoni ato qilganligi, ziminda hech qanday bedelsiz Allohning saf havosidan nafaslanib bir rohat nafas olayotganligimiz biz uchun dunyoda eng katta ne'mat hisoblanadi. Chunki shu nafas siqiladigan, xotirjam nafas olmaydigan, o'pkishida masala va qanday yalliqlarga duch kelgan bunday kishilarga nisbatan bir qitim rohat nafas olish intayin qiyinga to'xtaydi. Agar shu kishilar sun'iy nafaslantirmasa, bularga taqilgan nafaslanish aslahalarini ilib qolsa, ularning hayoti xatarga duch keladi. Şuna biz özümüzge qaraydigan bolsaqmı, Allah subhanahu ve taolaninki bizge ato qilgan ne'matlari intayin ko'p. Bu ne'matlar bizga yetgan jafo, mushaqqat, qiyinchiliklarga nisbatan bu qiyinchilik ya 10% ya 5% dan iborat. Shuning uchun biz har vaqt Allohninki ne'matlarini to'van ko'rmasligimiz, Allohning ne'matlarini kichik sanamasligimiz kerak. Faqat bizga musulmon bo'lishning o'zimi kifoya qilgudek katta ne'mat. Chunki bizning ahiretde mengülük nicat tepişimiz, Allah'ın rahmetiga erişimiz, cennetga kirishimizga sabab bo'ladigan eng chong birinchi amil bizning musulmon bo'lganligimiz, Allohni toniganligimiz, payg'ambar alayhisolamning ummati bo'lganligimiz, Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimni doim tilovat qilib turayotganligimiz, buning o'zimi bizga yetarli katta ne'matning qatoridan. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizde şu ne'matlarni toniydigan, ne'matlarga shukr qiladigan, Allah ato qilgan ne'matni Allah rozi bo'ladigan yo'llarga sarf qiladigan haqiqiy taqvodor mu'minlarning qatoridan qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizga yetgan jafo, mushaqqat, qiyinchilik, g'am, qayg'ularni ko'tarib etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizlarni o'sha Allohning payg'ambarlari, Allohning yaqin kishilari, Allohning solihlari, Allohning avliyolariga o'xshash har vaqt Allah o'z panohida saqlasin, qiyinchiliklar asan qilsin va Allah subhanahu va taolo fat fursatda uzun yillardan beri ayrilib ketgan vatandagi suyimlik ota-onalarimiz, hadisanlarimiz, akufkalarimiz, qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz bilan uchrashishga Allah muyassar qilsin. Allah subhanahu va taolo shu vatanda jafo, mushaqqat qilgan, turmalarda yetayotgan, haqsizliklarga uchrayotgan, zulm uchrayotgan qarindoshlarimizga Allah rahmat qilsin. Ularga Allah o'zining rahmati bilan muomala qilsin. Allah subhanahu va taolo ularni hamma tarafdan siqilsimi iymonida mustahkam qilsin. Allah subhanahu va taolo fat fursatda hammalarni maqsad qoidalarimizga yetkazsin. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.